Qanqa trenddə deydi o mana 300 kvadratlıq teplovoy nasos geldi Qanqaga. Qanqadagi obyektimizga. Bufer tanki geldi. Firması Klimartdan qo'yilyapti. Shu birdagi 300 kvadratga xudo qalasa ullu joyga montaj etacak batırımız xudo qalasa. Az zagotovka ishlari bo'ladir. Uyga kirgizib hammasini. Batareyalarımız mana Kalido degan batareyadan qo'yilyapti. Qalınlığı iri xilisindən, dim qalınından. Talşınasam 10 santalık Kalidodan qo'yilyapti. Bu yoqda mana italyanskiy turbalar qo'yilyapti. İtalyanskiy turbalarımız ham yaxshi qiyla chexolli, polniy chexollanib turgan kollektorga ishlanadi. Hozir bu ko'yna sistema, temir sistemasi kesib olib tashaladi. Polniy batareyalar, katyollar hammasi olib tashalib qaytadan ishlanadi. Turbalarımız bir yerda abishi turba yo'q. Bersi bunday mana element turbadan qo'yilyapti mana. İçləri element. Rossiyskiy turbadan qo'yilyapti. Materiallarımız bari Eksanplastdan keldi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Tanlovda adashmanglar.